Hamid Sayyibning 30 yillik xizmat faoliyati nafaqaga chiqish bilan nihoyasiga yetdi. Bugun ofisdan biroz ertaroq chiqib ketdi. Uyga qaytish yo'lida turli tuyg'ular xayolida. Ertadan boshlab ofisga borish shart emas, har kun dam olish. Avtobusda qatnash, rikshada bu katta gavdaning muvozanatini saqlash mashaqqati bularning hammasidan qutuldi. Ertalab uzoq uyqu. Yomon tomonlari ham bor. Eng yomoni oy oxirida bankka maosh kelmaydi. Xotini bilan gaplashib oldi. U juda ko'ngil berdi. Ikki kishimiz pensiya va ozgina jamg'armamizga kun o'tadi. Uy ijarasi yo'q-ku. Albatta uylarni pishiq qurish balki hech qachon nasib qilmas. Qilmasa qilmasin. 2 tunika uy o'sha kichkina uy ijaraga berilgan. Undan ham ozgina pul keladi. Qiyinchilik bo'lmasa kerak. Hamid Raima oilasida farzand yo'q. Bu Raimaning ko'ngilga ozor beradi, lekin hech qanday xafalik yo'q. Balki Raimaning o'zi Hamid Sayyibga tasalli berib keladi. Yaratgan xohlamadi, shuning uchun bermadi. Uy darvozasiga kelib, rikshadan tushdi. Hamid Sayyibning qandaydir noqulayligi bordi. Eshikgacha kelib, noqulaylik yanada ortdi. Chap qo'lida ofis sumkasi, o'ng qo'lida hamkasblari sovg'a qilgan narsalar. Sovg'alar bog'lamchasini yerga qo'yib, asta eshikni kalit bilan ochib, uyga kirdi Hamid Sayyib. Raima balki hali uxlayotgandir. Peshin vaqtidagi uyqu odatini hech qanday o'zgartirib bo'lmadi. Endi Hamid Sayyib aytishdan to'xtadi. Yoki Raima bugun uxlamas, 1 soatcha oldin telefonda gaplashdik. Balki yuzi asiq, uyning bir burchagida o'tirgandir. Erining nafaqaga chiqishi ayollar uchun kam noqulaylik emas. Eshikni ochib kirishi bilan Hamid Sayyib qoqilib ketdi. Raimaning eshik oldida turishi uning uyidan o'tmagan edi. Balki derazadan ko'rgandir. Yana hayratda qoldi Raimaning bezanishini ko'rib va Raimaning bergan iliq kutib olishini bu yoshda hamma oldida aytish yaxshi emas. Hamid Sayyib juda xursand bo'ldi. Raima bilan uncha ko'p gaplashilmadi. Hamid Sayyib sovg'alar bog'lamchasini Raimaning qo'liga tutkazib, qo'l yuz yuvgani ketdi. Raima puli pita tayyorlab qo'yibdi. Hamid Sayyibning eng sevimli pitasi. Choy ichayotganda payqadi, Raima ancha kulayapti. Yana goh-goh qandaydir parishon. Hamid Sayyibning qandaydir shubhasi paydo bo'ldi. Raima nega buncha iltifot qilyapti? Raima nimadandir xabar beryaptimi? Nafaqaga chiqqanidan. Yana goh-goh parishon bo'layapti. Nega? Nafaqaga chiqqaniga 3 oy o'tib ketdi. Hamid Sayyib va Raimaning ro'zg'ori odatdagidek ketmoqda. Narsalarning narxi kundan kun oshyapti. Raimaning bozor ro'yxatidan ancha qisqartirishlar qilib, endi bozor qilishga to'g'ri kelyapti. Raima hech narsa demaydi. Avval esida bir narsa qolib ketsa, Raima 1 soat so'roq qilardi va jahl bilan yonib ketardi. Raimaning 2 ta juda yaqin dugonasi yaqinda turadi. Avval Raima ozgina piyoda yoki rikshada borib, ular bilan suhbatlashardi. Endi Hamid Sayyib payqadi. Raima unchalik uydan chiqmaydi. Telefon qilishni ham ancha kamaytiribdi. Raima bilan Hamid Sayyibning zaruriy gaplaridan boshqa suhbat bo'lmaydi. Hamid Sayyib ham uni bezovta qilmaydi. Avval vaqt topib ikkovlon kinoga borishardi. Raima kino ko'rishni juda yaxshi ko'rardi. Endi Raima bormaydi, aytadi. Pulni bekorga sarflashdan nima foyda? Nafaqaga chiqishdan oldin Raima pul haqida tez-tez so'z ko'tardi. Masalan, hamma maoshini oshiryapti, siznikiga nega oshmaydi? Yoki, sizning martabangiz umringizda ham oshmaydimi? Yoki, sizlarning qishloqdagi yeringizni soting, uyimizni bir oz mustahkam qilib quraylik. Shunday hamma kelinlar aytganday. Endi Raima pul haqida hech gap ochmaydi. Hamid Sayyib bir nima demoqchi bo'lsa, u chetlab o'tadi. Balki o'ylaydi, oqsoq otni qamchilab ham yugurtirib bo'lmaydi, yoki boshqa nima. Raima qandaydir o'zgarib qoldi. Har narsada qandaydir jim, parishon deysizmi Hamid Sayyibga? Holbuki Raima juda sergap odam edi. Hamid Sayyibning o'ylashicha, Raima uni juda xor ko'radi. Og'izda hech narsa demaydi, ammo uning sukunati va hissizligi bilan bildiradi. Lekin xorlik aynan qayerda ekanini ko'p o'ylab ham Hamid Sayyib bir qarorga kela olmayapti. Bu go'yo xotinning begona ishqi, qo'lga ilinmayapti, lekin shubha yuragiga qattiq sanchilyapti. Bir kuni Raima kelib dedi: eshityapsizmi? Karim aka Nosrobodda yangi uy quryapti. Lo'lxon bozoridagi uyini ijaraga berib, oldinda yangi uyga ko'chadi.
Raima hech qanday shodlik izhor qilmadi. Shunchaki televizor yangiligiday o'qib berdi xabarni. Hamid Sayyibning o'ylashicha, nima zarur edi unga aytishga. Raimaning hech qanday shodligi bo'lmasa ham, qandaydir bir sanchish ohangi bor edi. Har qanday bo'lsa ham, Hamid Sayyib xursand ko'rinishga urindi. Og'zidan Karim qayni og'ayguda omadli odam, boshidanoq xalqaro kompaniyada ishlab yaxshi daromad qildi. Men nega Glaxo ishini olmay daqada qolib ketdim? Raima hech narsa demadi, o'z ishiga ketdi. Karim Chaudhry Raimaning katta opasining eri, Hamid Sayyibdan 3 yosh katta. Hamid Sayyib bu odamni umuman yoqtirmaydi. Odam go'yo har 2 yilda martaba oshirib osmonga chiqyapti. Pastga tushish degani yo'q, nafaqaga chiqish degan xabar yo'q. Har qanday bo'lsa ham Hamid Sayyibga yomon tuyulyapti. Raima nega unga avvalgidek sanchish yoki zarb bermadi? Xorlikdan ko'ra g'azab, jahl yaxshi. Haqiqatdan Raima uni xor qiladimi? Yana o'yladi Hamid Sayyib. Hamid Sayyib juda hayron qiladi. Nafaqaga chiqqanidan keyin Raima uni hech qachon boshqa ish qidirishni aytmadi. Uning taxminicha nafaqaga chiqqanining ertasidayoq aytardi. Ha, qarachi, yana biror ish topiladimi? Raima bunday demadi. Ish qidirmayotgani yo'q, o'ylardi. Yangi ish haqidagi gazetani olib kelib Raimani hayratga solaman. Ammo ish bozori shunday, kezib yurib tushundi. Qancha katta diplomli yosh yalanglar ish topolmayotgan ekan. Unda uning umidi umuman yo'q. Albatta, sobiq boshlig'iga aytib qo'ygan. Imkon bo'lsa, uni biroz nazarda tutsin. Yarim kunlik loyiha ishi yoki vaqtinchalik ish. Umidni uzgan edi. Bir kuni katta Sayyibdan telefon qo'ng'irog'i keldi. Boshliq dedi: "Hamid Sayyib, siz menga keraksiz. Yangi loyiha uchun davlat jamg'armasidan mablag' oldik. Hisob-kitobda siz yaxshisiz. Notanish odam olmasdan sizga ishlatib qo'ysak, albatta sizning e'tirozingiz bo'lmasa. Ammo hozir maosh avvalgidan biroz kam bo'ladi. Siz ofisga kelganingizda bu gaplarni gaplashamiz." Hamid Sayyibning qo'li va tomog'i qaltiryapti. Qandaydir telefonni mahkam ushlab so'radi. "Qachon kelaman, sir?" Raima ehtimol yaqin joyda edi. Uning yuzida ham bir tabassum paydo bo'ldi. Hamid Sayyib o'yladi. Raima nima deydi? Balki aytadi: "Maosh nega kam bo'ladi? 10 soat ishlatasiz, yana maosh kam." Yoki Raima o'sha kundagiday iliq tabriklaydimi? Yo'q, Raima bunday qilmadi yoki hech narsa demadi. Shunchaki aytdi: "Juda xursand bo'ldim. Sizning boshingiz juda yaxshi odam ekan." Kechki ovqat vaqtida aytdi: "Sizni juda sog'inaman. Shu bir necha oy kun bo'yi yonma-yon bo'lib, qandaydir odat bo'lib qoldi." Hamid Sayyib o'yladi. Raima haqiqatdan ayyaptimi? Hamid Sayyibning loyiha ishi tartib bilan davom etaverdi. Tfin, koridordagi bir xil hid, avtobus, riksha mashaqqati avvalgidek ketyapti. Raima avvalgi holiga qaytyaptimi? Hamid Sayyib aniq bilmaydi, ammo ba'zi o'zgarishlar bor. Dugonalarnikiga vaqti bilan boradi. Bir kuni ofisdan uyga qaytib kelsa, uyda to'polon. Raimaning barcha ayolcha zargarliklari karavot ustiga sochilgan. Raimaning avvalgidek qichqirig'i: "Ha, sizning katta Sayyibingiz bir necha kun ishlasangiz, maoshni oshirib avvalgidek qilamiz", deyapti. U qachon bo'ladi? Opalarning yangi uyining tomi qo'yilibdi bugun. Biz ham ikkita xonani pishiq qila olmaymizmi? Hamid Sayyib ishontirdi. "Ertaga boshingga aytaman, maosh oshirish haqida." Raimaning jahli tinmadi. Raima choyshabni atkarib, hamma zargarliklarni polga tashladi. G'azab bilan aytdi: "Bularni saqlab nima qilamiz? Hammasini olib soting, qishloqdagi yerlarni ham. Siz oladigan maoshni jamlab qo'yasiz. Bizning ro'zg'orimiz avvalgiday, loyiha ishga kirishdan oldingiday yuraveradi. Keyin pul yig'ilsa, biz ham tom qo'yamiz." Hamid Sayyib juda xursand bo'ldi. Mana shu Raimani taniydi u 30 yil davomida. Raima yana Raimaga aylanadimi? Biroz o'yladi. So'ng birdan Raimaning titrayotgan tanasini o'ziga tortib quchoqlab oldi. Xuddi Raima nafaqaga chiqib qaytgan kun quchoqlaganday. Raima qarshilik qilmadi. Hamid Sayyibning 30 yillik xizmat faoliyati nafaqaga chiqish bilan nihoyasiga yetdi. Bugun ofisdan biroz ertaroq chiqib ketdi. Uyga qaytish yo'lida turli tuyg'ular xayolida. Ertadan boshlab ofisga borish shart emas, har kun dam olish. Avtobusda qatnash, rikshada bu katta gavdaning muvozanatini saqlash mashaqqati bularning hammasidan qutuldi. Ertalab uzoq uyqu. Yomon tomonlari ham bor. Eng yomoni, oy oxirida bankka maosh kelmaydi. Xotini bilan gaplashib oldi. U juda ko'ngil berdi. 2 kishimiz pensiya va ozgina jamg'armamizga kun o'tadi. Uy ijarasi yo'q-ku. Albatta